Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Videoda oxirigacha kuzatsanglar, narxi necha bo'ldi, nechtalik va qayerga tayyorlandi. Video davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Bu ishimiz yong'oq yog'ochida tayyorlangan Cobra Monica, ranglari oq jemshug, materiallari spinka qismiga koreyskiy tugmali qilib ishlangan, sidina qismiga Turkiya matolaridan foydalanganmiz, kombinatsiya qilib, chiroyli qilib ishlaganmiz. Spinka qismiga 3 sm, sidina qismiga 12 sm machalga qo'yganmiz. Xonlarimizga keladigan bo'lsak, rossiyskiy MDF dan tayyorlangan. Razmeri eni 1.20, uzuni 4.5 metr. Xonamiz o'rtasidan ikkiga ajraydi. Xonalarga olib kirib, olib chiqish oson bo'lishligi uchun xonamizda 4 ta tumbasi bor. Pastlatib xon taxta qilib ishlatsa bo'ladi. Xonamizning ust qismiga kompyuter xizmatida gullar qo'yib berganmiz. Stollarimiz orqa taraflariga pardalarga moslab pardalik broshkali qilib ishlaganmiz. Bu ishimizni Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahriga tayyorlab berdik. Narxi 10,5 million. Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Vodiy bo'yicha bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holda dastavkamiz bor. Ranglari, materiallari o'zgarsa ham narxi o'zgarmaydi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar tayyorlab yetkazib beramiz.